O her günü saat 5'te o'rnidan turib bir cho'ng oila a'zolari uchun nashtalık tayyorlaydi. Cho'nglarga suyuq salang nashtalık, qizga badan go'zallashtirish nashtaligi, o'g'liga quvvat nashtaligi, yo'ldoshiga g'aribcha nashtalık tayyorlaydi. Aldirashchilikdan hatto bir yutum suv ichishga vaqti chiqmaydi. Lekin shundoq jafo cheksimi, tegishli qadrlashga erisholmagan edi. Yo'ldoshi o'g'liga yaxshi o'qimasang onangdek uyda tamoq etdigan bo'lib qolasan deb tanbih beradi. Qizimi onasini madaniyat saviyasi to'van ayol azroq pechini prənik pişirib sirtqa qilib chiqib satmoqchi bo'lganda yo'ldoshi mashinasi turibmi aprishib bermadi. Amalsiz ayol mashina ijara elib apardi. Uning sodisi qizib ketdi. Xushalligidan telefon elib yo'ldoshiga bu xush xabarni aytdi. Yo'ldoshi vaqti yo'qligini aytib telefonni qo'yibdi va uyga qaytgandan keyin "Bo'ldi, qilmang. Bu ishni qilib nima ish qilasiz?" deb ro'yini sundurdi. Bargan siri kamsiz bo'lib qoldi. Bir kuni uning yo'ldoshi uningga telefon qilib, o'zining aldirash bo'lib qolganligini, ayolning qizning ota-onalar suhbat yig'iniga berib kelishini aytdi. U xush bo'lib ketdi. Ingliz tilini bilmagachga qizi onasini ota-onalar suhbat yig'iniga barg'izmaydi. Lekin qizi onasining bordiganligini anglab ochiqlab ketdi. Lekin Nimamal onasining berishiga qo'shildi. Ota-onalar suhbat yig'ini ochilgan kuni boshqalar onasi bilan paranglashmoqchi bo'lganda, qizi boshqalarning onasining ingliz tilini bilmaydiganligini bilib qolmasligi uchun orqa tushib gap qiladi. Ishxonaga kirgandan keyin o'qituvchi ingliz so'zlashga boshladi. Ayol o'zining inglizchani bilmaydiganligini, hindcha so'zlasa bo'ladiganligini so'raganda, o'qituvchi o'ng'aysizlangan holda bo'ldiganligini aytdi. Ular uyga qaytish uchun mashinaga chiqqanda, qizi ochiqidan onasini har xil so'zlar bilan tushirishga boshladi. Ayol hech nima demadi, lekin ko'zlariga issiq yosh oldi. Uydagilar yig'in ahvolni so'raganda, qizi ochiqlanib hujrasiga kirib ketdi. Ayol bo'lsa o'ksinib, o'zining qizining yuzini to'kayotganligini aytdi. Gazet ko'rib o'tirgan yo'ldoshi uningga kichik bola bilan tang bo'lmaslikni aytdi. Ayol ochiqini yushirib, "Undaqda siz bilan deyshaymi?" dedi. Yo'ldoshi doim uni to'van ko'rgachga ballarimi onasini to'van ko'ratdi. Lekin yo'ldoshi ayolning gapini anglab, uning o'zidan norozi ekanligini bilolmadi. Tuyuqsiz telefon sayridi. Otasi ularni Nyu-Yorkka kelib to'yga qatnashishga taklif qildi. Ayol buni anglab nihoyat xushal bo'ldi. Lekin yo'ldoshi ayoli bilan maslahatlashmayla, avval uning yolg'iz bir hafta burun barqash turishini, boshqalarning keyin bordiganligini aytib, ayolning xushalligini yo'q qildi. Ayol azaldan yolg'iz safarga chiqib baxmagan, ingliz tilini yaxshi bilmaydi. Shunga ansiraydi. Mana u ingliz tilini bilmaganligi sababli kamsitildi. O'zi yolg'iz Amerikaga berish zarur bo'ldi. Lekin pasport bijirguchi uningga ingliz tilini bilmay turib nimaga borsiz deb so'radi. Yendiki xizmatdoshi amerikalik pasport bijirguchiga "Siz hindichini bilmaysiz, lekin siz yana Hindistonda ishlaysiz-ku" deganda ondan bijirib berdi. Aeroplanda ayol ustab ketib nima qilarni bilolmaganda, oq ko'ngil safardoshi uningga yordam qildi. Uzoq o'tmay Ayroxon qiz uningga tamoq akilib berdi va inglizcha so'zladi. Lekin ayol uning nima deganligini tushunolmadi. Kino ko'ray desa hammasi inglizcha. U oxiri Amerikaga yetib keldi. U ochisining uyida turdi. Ularning hammasi inglizcha paranglashadi. Ayol hech nimani tushunolmay o'rnidan qopib ketdi. Ikkinchi kuni jiyan qizi uni aylantirib kelish uchun sirtqa elib chiqdi va yarim yo'lda ish chiqib qilib, vaqtliq uningdan ayrildi. U o'zi yolg'iz qoldi. Tushda qo'rsqi ichib tamoq yeyish uchun bir oshxonaga kirib tamoq buyurdi. Lekin ingliz tilini bilmaganlik sababli yana bir qatim boshqalar tarafidan haqoratlandi. U alaqsada bo'lib sirtqa mangdi. Lekin boshqalarga usib berdi. Ayol nomusga chidamay sirtqa yugurib chiqib, bog'chining o'rindig'ida o'tirib yig'lab ketdi. Dal mush vaqtda bayanqi tamoqxonaga tamoq yelish uchun kelgan fransiyalik bir u buyurtgan tamoqni sunib, uningga tasalli berdi. Uzoq o'tmay jiyan qiz qaytib keldi. Ayol ko'ch avtobusi ustidagi ingliz tili kursining aloqalish nomerini xotirlab oldi. Uyga qaytgandan keyin o'g'irlikchi telefon qilib kursga tizimlatdi. İkinci günü başqalardan yo'l so'rab sinfga kirdi. Bu yerda tozliq ishchisi, satrash, har xil kishilar bor edi. Texi tunugunki fransiyalikmi bor edi. Dars boshlandi. O'qituvchi ayoldan nima xizmat qildiganligini so'raganda, u xijil bo'lib, oila ishlarini qildiganligini va pechini bilan pishirib sotadiganligini aytdi. Muallim uni maqtab, "Siz korxonchikanda" deb inglizcha atilishni doskaga yozdi. Uyga qaytish yo'lda ayol hayotida tunji qatim muayyanlashtirishga erishganligidan xushal bo'lib, yo'lda usul o'ynab, qiyin-qiyiniga patmadi. Uyga qaytgandan keyin yo'ldoshiga bularni aytdi. Yo'ldosh uningga "Sizmi korxonchimi?" deb ko'zga ilmagandek so'zlab, uning xushalligini yo'qqa chiqardi. U davomli o'g'irlikcha kursga bordi. Faqat shu yerda u o'zini boshqalar bilan barobar bo'lib, hurmatga erishgandek his qiladi. Fransiyalikmi uni talvilacha qo'g'ilishga boshladi. Birga tamoq yeb, mungdishib, darsdan tushgandan keyin birga qaytadi. Jiyan qiz ularga qarab xato tushunib qoldi.
Hindistondan ayrılganiga bir ay bo'lgan bu ayolda g'ayasur o'zgarish bo'lganiga ishonamsiz? Ilgari u har kuni uyda tamoq etadi. Nihoyat ruhsiz edi. Hozir boshqalar bilan birga dars anglab kino ko'rgili boradi. Ro'yi nihoyat ko'tarangi. Ilgari uydagilar uni tamoq etishni biladi deb kamsitadi. Hozir boshqalar uni maqtaydi. U ingliz tilida boshqalar bilan bemalol so'zlasha oladi. Shunaqla o'ziga bo'lgan ishonchisi urg'ib turadi. Uning ustiga nihoyat muloyim bir fransiyalik uni qo'g'lashmoqda. O uningga yana bir qatim ko'ngli izhor qildi. Ayolmo sal turib qolgandan keyin oilasiga asiylik qilishni xohlamay, asta u yerdan ayrilib, ochisining uyiga qaytdi. O'ylamagan yerdan uydagilar deyishgan vaqtdan burun yetib keldi. U o'g'lini quchoqlab, hayajonlanib ketdi. U er bilan yiroqlashib qolgandek his qilib, o'g'lim bilan yatay deb chiqib ketdi. Bir oila kishilar sirtga chiqib aylandi. Ayolning inglizcha darsi bo'lg'achqa, ko'ngli bir yerda emas edi. Oxiri u putum og'rib qoldi deb yolg'on aytib darsga bordi. O'qituvchi imtihon ilindiganligini aytdi. Afsus, imtihon dal jiyan qizining to'y kuni bo'lib, u imtihonga qatnasha olmaydi. Ruhsiz sinfdan chiqdi. Fransiyalik uning kaynidan chaqirdi. Afsus, ayol uningga ochiqlandi. Uning simasiga qarab turib qoldi. Ayol uyga qaytib o'g'lining yaralanganligini ko'rib, ko'ngli yerim bo'ldi. Ermo ayolga ochiqida qaraydi. U o'ginishdan voz kechib, oilasiga qarash niyatiga keldi. Jiyan qizi ayolning o'ginishdan voz kechganligini anglab, o'zini o'ylab qo'yish to'g'risida nasihat qildi. Lekin ayol qat'iy niyatga kelgan edi. Ayol to'y tayyorligi bilan aldirash edi. Jiyan qizi uningga telefonni berdi. Telefondan savoqdoshlarining ovozi anglanadi. Ayol boshqacha hayajonlanib ketdi. O'qituvchi uningga to'y kuni tushdan burun alayda imtiyoz bilan imtihon qatnasi bo'lganligini aytdi. Ayol xushalligidan tayyorlikni boshlavatdi. Uning kayfiyati nihoyat yaxshi edi. To'y kuni u o'zi eng usta pechini prandiklarni tayyorlab, tizib qo'yib, imtihon berishni o'ylab turadi. O'ylamagan yerdan mukinib turgan o'g'lining o'ynashib qo'rqitishi bilan ko'tarib olgan prandiklarning hammasi yerga tushib ketdi. Boshqalar sirtdan akirishni aytganda, u o'zi tayyorlaydiganligini aytdi. Imtihondan voz kechib pechini tayyorladi. Uning ko'ngli nihoyat yerim bo'ldi. O'g'li ishki qo'lqini tutib turib, apasidan omoqlachi kechirim so'radi. Apasi uning mangziga suyib qo'ydi. U ko'ngilda oilalar uchun nima qilsam arziydi deb o'yladi. Prandiklar tayyor bo'ldi. To'y murosimi boshlandi. Qiz yigitning ota-onasi so'z qilib bo'lgandan keyin jiyan qizi uni so'z qilib berishga taklif qildi. Yo'ldosh o'rnidan turib ayolning ingliz tilini yaxshi so'zlay olmaydiganligini aytib rad qildi. O'ylamagan yerdan ayol o'rnidan turib hayot bir meydan uzun sayohat. Mila belki ba'zida o'zingizni ojiz his qilishingiz mumkin. Kayvin sizmi ba'zida Milani iqtidorsiz ko'rib qilishingiz mumkin. Lekin sizlarning har vaqt o'zaro teng, barobar muomala qilishinglarni umid qilaman. Faqat muhabbat bo'lsa, hamma ishlarni hal qilg'ili bo'ladi, dedi. Bu so'zlarni anglab ayolning yo'ldoshi va qizi pushaymon qildi. Gerçi ayol qadrlashga erisholmasimi, lekin u yanala barlig'ini oilasiga atgan. To'yga taklif qilingan ingliz tili o'qituvchisi bu so'zlarni nihoyat qaltis bo'ldi deb ayolning qo'liga diplomni berdi. Barliq kishilar bu qaysar ayol uchun olqish yangratdi. Arqadanlar u barliq kishilarga prandik tarqatdi va fransiyalik erga rahmat sizga, siz menga o'zimni so'yishni o'rgatdingiz dedi. Yo'ldosh ular qarab alaqsadi bo'lib ketdi. Ayoli oldiga kelganda, siz yana meni yaxshi ko'ramsiz deb so'radi. Ayoli, sizni yaxshi ko'rmasam birini ortiq beramdim, dedi. Hindiston qaytish yo'lda ayoli o'ziga ishongan holda Ayroxon qizga gazet taklif berishni aytdi. Yo'ldoshi ishonchga to'lgan ayolga qarab boshqacha so'yindi. Ayollar ailəyə barlığını ataş bilan birgə özünü söyüşünü unutub qalmaslıq kerak. Shundala ko'yinish va so'yilishga erishadi.